Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Investitsiyalar iqtisodiy o'sishning muhim omili. Zero asosiy va aylanma mablag'larni ko'paytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish maqsad qilinar ekan, albatta, sarmoya investitsiyani yo'naltirish lozim. Darvoqe, investitsiyalar pul mablag'lari, bank kreditlari, aksiya va boshqa qimmatli qog'ozlar ko'rinishida amalga oshirilishi mumkin. Pul mablag'lari ko'rinishidagi investitsiya, nominal investitsiya, ana shu pul mablag'larini evaziga sotib olishi mumkin bo'lgan investitsion resurslar esa real investitsiyalar hisoblanadi. So'nggi yillarda erkin bozor iqtisodiyotiga o'tish va xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish tufayli O'zbekiston iqtisodiyotining turli sohalarida sezilarli o'sishga guvoh bo'lyapmiz. Ushbu ko'rsatuvimiz investitsiyalar, ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri oldinda turgan navbatdagi ustuvor vazifalar mavzusiga bag'ishlanadi. Studiyaga taklif etilgan ekspertlar guruhini tanishtirib o'taman. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Adolat sotsial demokrat partiyasi fraksiyasi a'zosi Muhammadjon Valiyev, investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi mas'ul xodimi Shohjahon Turg'unboyev, Bank Moliya akademiyasi professori Samariddin Elmirzayev, shuningdek Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori Suhrob Allayorovni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Buni ko'payishi mana shu mamlakatda yuritilayotgan investitsiya va investitsion faoliyat prinsiplariga bevosita daxldordir. Qanday prinsiplar tatbiq etilyapti bizning mamlakatimizda? Dunyoda bu masalada qanday bir qarash bor? Mamlakatimizda olib borayotgan islohotlar o'sha butun dunyo bilan hamnafas tarzda amalga oshirilyapti deyishimiz mumkin. Bu o'sha yuqorida ustozlarimiz ta'kidlab o'tganlaridek, bu o'sha investitsiya siyosati, ya'ni investitsiya jozibadorligi. Butun dunyo mamlakatlari qatori bizlarda ham o'sha investitsiya jozibadorligini ta'minlash uchun qator chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Buning uchun birinchi o'rinda o'sha qonuniy asos. Mamlakatda o'sha qonuniy huquqiy asosini yaratilishi va uning doimiy ravishda tizimli takomillashtirilib borishi mamlakatda o'sha investitsiya oqimini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ikkinchisi o'sha infrastruktura, infratuzilmani yaxshilash bilan bog'liq chora-tadbirlar ham o'sha jadal rivojlanib boryapti. Bu xorijiy investorlarning jalb qilishda muhim omil sifatida qaralyapti. Bu o'sha energetika sohasida bo'ladimi, ishchi kuchi bo'ladimi, yoki bo'lmasam o'sha boyagi mutaxassislar bo'ladimi, yoki bo'lmasam o'sha yashil energiya, yashil iqtisodiyotga biz ham katta qadamlar tashlayapmiz. So'nggi yillarda o'sha sezilarli darajada o'sishga erishilyapti bu. Qolaversa, xalqaro olimlar, tadqiqotchilar tomonidan e'tirof etilayotgan so'nggi yillardagi mana global mana shunday jarayonda investorlar tomonidan qandaydir tahlikali davr desak ham bo'ladi, ya'ni risk bilan bog'liq. Mamlakat investorlar pul mablag'larini tikayotganda shu o'zi joylashgan, o'zi olayotgan foydadan ham ko'ra yuqoriroq daromad olish, yaxshiroq qonunchilik yoki soliq imtiyozlari va hokazo shunday preferensiyalarni hisobga olgan holda qaror qabul qiladiki, investitsiyalarni yo'naltirishga. Shu nuqtai nazardan oxirgi yillarda tadqiqotlar natijasida olimlarimiz fikri Yevropa yoki boshqa davlatlarga qaraganda riskliligi ancha past, ya'ni o'sha barqaror rivojlanayotgan mamlakat sifatida, region sifatida O'zbekiston Respublikasiga investitsiya kiritish bilan bog'liq bo'lgan qiziqishlar ancha ortib boryapti. Mamlakatning oldida turgan asosiy funksiya va vazifalar bevosita bu ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirish hisoblanadi va biz o'sha o'z mablag'larimiz qachonki yetishmay qolgan taqdirda bevosita qarz mablag'lari yoki bo'lsa boshqa manbalarga suyanganda xalqaro tajriba shuni ko'rsatadi, investitsiya orqali moliyalashtirish, bu loyihalarni moliyalashtirish bu eng samarali usul hisoblanadi. Xalqaro hamkorlik darajasida qilinayotgan bu ishlab chiqarish, qolaversa mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni tovar xizmatlarining yanada sifatli bo'lishi, qolaversa jahon bozorlarida raqobatbardosh bo'lishi, bu o'sha xorijiy valyutalarning tushumini ham yanada oshirishga xizmat qiladi. Rahmat tashrif uchun bildirgan fikrlar uchun sizlarga. Rahmat.